Bu yerda uni smart rozetkamiz kelgan. Narxini nech pul deb o'ylaysizlar? Videoni oxirigacha ko'rsanglar aytib ketaman. Ustida bunaqangi korpusi bo'ladi. Orqasi mana barqitli qilib ishlangan, magnitli bo'ladi. Bu yerda hamda magniti tushadi. Bitta magnitni tushirib yopib qo'ysanglar, stolni ustidagi bu rozetkamiz va shu sekretli bo'lib turadi. Kerak bo'lgan mahal bitta ochasizlar, mana suqib turib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Oxirigacha qattiqroq itarsanglar joylashadi. Keyin yoki bunaqangi Type-C port yoki USB port qo'yib telefonlaringni yoki biror texnikani ulab ishlatsanglar bo'ladi. Ishlatilayotgan mahal ham yopib qo'yaman desanglar, bu yerda mana kabel tushadigan joyi bor. Sanchib qo'ysanglar bo'ladi buni. Bunday qilib, kabellar har xil qalinlikda, mana kabellar har xil qalinlikdagi kabellarni oladi bu. Bundan ham sig'mayganini mana taydan chiqazib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Bunday yopib qo'ysanglar mana kabel chiqib turaveradi. No, akkuratni yopilgan holatda ham turaveradi. Mana shunaqangi narsalarimiz kelgan. Bularning narxi 239 ming so'm. Nima deb o'ylaysizlar? 239 ming so'mga mana shu Secretly stol uchun mo'ljallangan ofisnoy smart rozetkalarimiz arziydimi yo'qmi? Izohlarda albatta yozib qoldiringlar. Va profil qismiga o'tsanglar, bu yerda qolganlarni ham obzor qilganmiz. Bunda ikkita bossanglar ko'tariladigan rozetkalarimiz bor. Bular yonlarida kolonkalar bilan chiqadi. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Mana kolonkalari ham bor. Bularni obzor qilganmiz va profil qismiga o'tib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Videoga like bosish esdan chiqmasin.